2026 Chevrolet Spark SUV yangi avlod shahar avtomobili sifatida taqdim etilmoqda. Ushbu model ixcham olchamlari va zamonaviy dizayni bilan ajralib turadi. Old panjara keskin chiziqlar bilan bezatilgan bo'lib, LED faralar unga sportcha ko'rinish beradi. Kuzov aerodinamik shaklda ishlab chiqilgan va bu yonilgi samaradorligini oshirishga yordam beradi. Salon ichida esa qulaylik va texnologiya uygunligi yaqqol seziladi. O'rindiqlar yumshoq materiallar bilan qoplangan bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylik yaratadi. Rul boshqaruvi ko'p funksiyali bo'lib, haydovchiga barcha asosiy tizimlarni oson nazorat qilish imkonini beradi. Markaziy panelda katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u orqali multimedia va navigatsiya tizimlari boshqariladi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Bu esa smartfon integratsiyasini osonlashtiradi. 2026 Chevrolet Spark SUV dvigatel variantlari bilan ham e'tiborni tortadi. Asosiy modelda 1.2 litrli benzin dvigatel mavjud bo'lib, u yetarli quvvat va iqtisodiylikni ta'minlaydi. Shuningdek, gibrid variant ham taklif etiladi. Bu esa yonilgi sarfini yanada kamaytiradi. Avtomat va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud bo'lib, foydalanuvchiga tanlash erkinligini beradi. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada ishlab chiqilgan. Avtomobil adaptiv kruz nazorati, favqulodda tormoz tizimi, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish funksiyasi bilan jihozlangan. Bundan tashqari 360 darajali kamera tizimi parkovkani osonlashtiradi. Havo yostiqchalari bir nechta nuqtalarda joylashtirilgan bo'lib, maksimal himoya ta'minlaydi. Yukxona hajmi ham kundalik ehtiyojlar uchun yetarli darajada keng. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali joyni yanada kengaytirish mumkin. Shassi va osma tizimi shahar yo'llari uchun moslashtirilgan bo'lib, notekis yo'llarda ham barqaror harakatni ta'minlaydi. Yonilgi sarfi past darajada saqlangan, bu esa uni tejamkor avtomobilga aylantiradi. Tashqi rang variantlari ham xilma-xil bo'lib, har bir foydalanuvchi o'ziga mosin.